Ha! Internetda shunaqa zo'r o'yin ko'rdim. Dadasi hozir shuni siz bilan o'ynamasam yorilib ketaman. Yana boshlandi. O, xotin, yaqinda 32 ga kiraman-da. 33 ni ham ko'rgim kelyapti, maylimi? Chetni o'ynaymiz. Hech kim bir-birini urmaydi, so'kmaydi, bir-biridan xafa ham bo'lmaydi. Bir-birini o'ldirmaydi ham. Ishonching komilmi, xotin? Yana o'tgan safargiday xonamizda choynak piyola yurmasin. Bu xonadan tinchgina chiqamiz. Qarang dadasi, bir-birimiz haqimizda faqat rostini aytamiz. Xafa bo'lish yo'q, urish yo'q, so'kish yo'q. Kelishdikmi? Mayli, o'lsin. Boshla. Ha, o'zingizdan bo'lsin. Ayo, xotinjon, ayollarni hurmati bor. Boshlang. Cho'ntagingizdan 200 dollar yo'qolib qoldi-yu, rosa qidirdingiz. O'shani men olgandim. So'kish yo'q. Raz, men ham boshlar ekanman. Sovuqroqlar, pichoq, boldalar yo'q-a? Ovqat bemaza chiqadi. Anchadan beri aytolmayapti. 5 yildan beri miqitmay ichardingiz-a? Mayli, urish yo'q, so'kish yo'q. Siz oyog'ingizdan ham 10 ta hidi keladi. Zato o'zimga hidi yoqadi. Senchi kechqurun erkaklarday hurrak otasan. Azizam. 5 yildan beri miqitmabsiz-a? Qanday chidadingiz? Gap yo'q. Ha, mayli. O'tgan safar ushganimizda qorningiz og'rib 20 marta bir kunda tualetga qatnadingiz. Esizdami? Savol. Nimaga ekan-a? Aytdim. Sho'rmanda ham g'alati edi. Mayli. Ras o'yinimiz qizigandan qiziyotgan ekan, ikkiladin. O'zingcha mendan bekitib, yoz so'ng ichida pul yig'ayotding. O'sha pul birdan yo'qolib qoldi. Nimaga ekan? Men u pullarga katakxona qurib, tovuq biznes ochmoqchi edim. Nyam. Bir narsani bilib qo'ying. Men sizga o'zimni 2002 deb tanishtirganman-ku, aslida 88 man. Dano bilan sezgandim. Nimadir neto edi. Mayli. Meni birinchi muhabbatim 3-sinfda paydo bo'ldi. U mening ingliz tili o'qituvchim edi. Ko'ngilga shapati berishmi? Unda eshiting. Men ham 6-sinfimda jismoniy tarbiya o'qituvchimni yaxshi ko'rib qolganman. Unda sanam eshit. 8-sinfda 5 ta bilan gaplashardim. Demak, finalga keldik. Rash shunaqa ekan, men ham to'g'risini aytaman. Men 8-yigitimga turmushga chiqqanman. Unda eshit. Telefonimdagi santexnik deb yozilgan birat aslida santexnik emas. Nima? Urush yo'q dedi, so'kish yo'q dedi. Yana xafa bo'lib ketvordi. Ha, chidasang o'ynada. Erkak. Men ham boraman, tushundingizmi? Bo'lmasam siz ham bormaysiz. O'zim borib kelay. Bir marta xo'pni sen nima bo'ladi? O'lib qolaman. Jonginam, sen xavotir olma. Sen bilan yashagan lubboy odam sendan birinchi o'ladi. Yakkaginda. Bir marta xo'p degin, o'zim borib kelay. Dadasi, juda ko'p bora sinab ko'rganman. Menda o'xshamaydi. Xo'p demoqchi bo'lsam, aytishga tilim bormaydi. Gap o'rtasida shu so'z kelib qolsa, tilim makillab qoladi. O, tentak. O'z mahallam boshiga 4 ta nonga chiqyapman. Shunga ham birga bormasak kerak. Endi dadasi, xotin, qush, ho'kiz deyilgan. Boraman-da. Endi xotinjon, uzri, lubboy joyda ham qo'shilib bo'lmaydi. Lekin sen nima qilasan? Tualetga ham birga kirasan, aptekaga ham birga borasan. O'tgan kun nima qilding? O'rtog'im to'yiga borib kuyov jo'ra bo'lding. Endi oshagim keldi-da. Endi dadasi, siz ham tushuning-da. Sizni bir o'zingizni ko'chaga jo'nata olmayman. Mabodo mashina urib, baloni bilan basharangizdan ezib ketsa yoki birontasi urib, o'ldirib qo'ysa, agar siz o'lsangiz, men nima qilaman? Siz yasha olmayman. Men ham o'laman. Shunda hozir sen mendan oldin o'lsang, u yoqqa borib kutib turasan-da. Конечно. Xotin, sen yashashing kerak. Sen uzoq umr ko'rishing kerak. 150, 180 ga borib meni unutganingga ishonch hosil qilganingdan keyin ketsang bo'ladi. Voy, meni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Xotin, seni shunaqa yaxshi ko'raman. Bundan keyin bor-ku, har tug'ilgan kunda tinmay duo qilaman. Men o'lgandan keyin 400 yil yasha. Meni butunlay unut. Shunda men rozi bo'laman. Nima? Ana endi bilib qoldim. Siz mendan oldin u yoqqa borib, bir ikkitasi bilan tanishib olmoqchisiz, shunaqami?
Ha, bilib qoldim-ku. Ha, shu strik. Bekorlarni aytibsiz. Sizdan oldin o'zim o'laman. Ya onasini ensin. Xotin, bu miya emas. Qarg'a cho'qirib tashlagan yong'oq. Aka, podezgacha keldim. Men taksini ustimdan qulf tashamanglar. Ya 330 mi aka? Haydavering ko'rib turibman. Aka, eshik istagigacha keldim. Keling endi. Bo'ldi aka, ko'rdim, chiqyapman. Hozir 1 minut aka, 1 minut. Mayli, Ya chiqadim. aka keldingizmi? Aka, unaqa emasda 15 minutda berib kutib o'tiraman sizni. Ya xoliqmang aka, borasiz-da. Aka, ketdik-ey. Ya, men ketmayman. Bagajni oching, musorlar borda, shuni sovuraylik. Ko'chani boshiga tashlab o'tib ketasiz. Aka, oching aka, bagajni oching, men sovuraylik. Farosati zaksga qo'rmagansiz mabodo? Nima unday deydi bu? Mana ortaylik aka. Alo. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Mashinangizda telefonim qopti aka. Yo'q-e? Ha, qopti aka. Shuni olib kelib bering aka, suyunchisini beraman. Bo'ldi aka, hozir borib beraman. Hozir. Suyunchiga 100 ming olsam, 2 marta zakazga qilaman. Assalomu alaykum aka. Mana. Rahmat aka. Hozir. Mana aka, rozi bo'ling. Rahmat. Mana men hozir 5 ming uchun 20 kilometrdan keldimmi? Aka nech pul bo'ldi? Sizdanmi? Sizdan 30 ming yo'qdi aka. Mana aka, 50 ming. Mayda yo'qda. Ha, nima qilay, kartasini tashlab beraymi yo'q? Kartami? Karta ham yo'qda. Yo, men magazindan mayda olib chiqing aka. Ha, bo'pti. Hozir. Tezroq chiqing. Ha, yo'q ekan, hozir buni sanab so'rab ko'raychi. 50 ming maydingizmi? Yo'q, o'zimizda ham yirik faqat. Ha, bor ekanmi? Ha, yo'q ekan, hozir. Ha, mal bemalol. O'zing qilib yursam, o'ylasam kech qolyapman o'zi. Hozir. Aka 50 mayda bor. Yo'q aka, eliki. Aka, to'xtang, aka yursa. Ha, so'rma. Aka bitta rasm uchaylik. Aka kech qolyapti-da aka. Keyin aka bitta Ha, mayda. Aka, 50 ming mayda bor. Mayda yo'g'i somsa bor. Aka bormikan? Somsa yemaysizmi? Yo'q, rahmat aka. Pulni bering. Billi. Aka, mayda bormi? Aka! Aka 50 maydangizmi? Bor, mana shuni ko'tarib yuboring, qilamiz. Boyda yursang o'lasanmi? Tez chiqsin. Oyizidan jon bilan bandaman. Sheriklaringni aytasanmi? Men sheriklarimni sotmayman, erkakman. Agarda sheriklaringni aytmasang, 20 yilga qamayman. Voy billahi. Meni aloqam yo'q. Mana jinoyat ishlar boshlig'i. Mana bu chegara bekitib o'tgan. Mana bu yo'q bir terrorist rul deydi. Mana xumkanda pullar olmaydi. Meni aloqam yo'q. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana meni-yu. Parasatingga seni sal yaqinroq qo'ysang bo'lmaydimi? Nimalaring bor o'zi? Hech narsa yo'q. G'alatimisan? Nima unda meni olib kelding? Soat 11 da ochilamizda, hali tayyor emas. Soat 11 bo'ldi-ku. Unda hozir so'rab kelaman. Tayyor bo'lgandir? Aka, faqat somsa tayyor ekanda bo'laveradim. Bo'pti, bor, aka. Xo'p bo'ladi. Nechta somsa ishim qayerdan biladi hozir? O somsa ko'tarib kelmasa bo'ldi hozir. Menga kartoshka yoqadi. Meni somsa yeysan deb so'ramadi ham. Aka, uzrda so'ramabman. Nechta somsa yeysizlar? Sen g'alati bolamisan? Ishga qachon kelgansan o'zi? O'tkayli. Bor bizga 20 ta go'shtligidan olib kel. Xo'p bo'ladi, xo'p. Aka, go'shtli somsa yo'q ekan. Buni farqlanishi qara. Bor tovuqli olib kel, uni tovuqli yelik ish bo'lmasa, bir narsa yelik. Xo'p bo'ladi aka, hozir. Akalar, kamchilik yo'qmi? Marushni bormi? Bor aka. Bor menga bitta oqdan olib kelgan. Aka, oqi yo'q ekan. Bormi qorasidan olib kel? Qorasidan ham yo'q, brat. Qanaqasidan bor unda? Oq qorasidan bor. Bor o'shani olib kel. Bo'l, hozir. Akalar, anaqa nonga solib kelaymi yo idishga solib kelaymi? Bor tog'orada olib kelgin, tog'orada yeymiz. Qoshiq bilan olib kel, bor. Uka, nonga ko'chada quyib berasan, ko'chada yeymiz. Hozir ichkaridamiz, idishga quyib kelgin. Xo'p aka, hozir. Akalar, shu. Hazırlaşmalar. Xayratular. Akalar, mana shu.
Bor Zavzalni chaqir, san haqingda ikki og'iz gapim bor. Hozir. Akachi, Zavzal o'zim-ku.